Akalar opalar, biz ukol olyapti ekan bir ukamiz. Assalomu alaykum opa. Apa yaxshimisiz? Yaxshi. Apa siz qanaqa doktor? Terapevt. Terapevt. Necha yildan beri ishlaysiz? 16 yildan beri ishlayman. 16 yil, ha? Bu akamizga nima bo'libdilar? Bronxit meni urib kelgan, o'sha kapelniца qo'yib qo'yishdi, o'zim unda qarab Bronxit turamda. qanaqa kasal u? Shamoldash, o'pkani shamoldashida. Hozir juda ko'pchilik yozda marojniy yeydi, sovuq suv ichadi. O'zim ham yaqinda tomoq og'rig'i bo'lib, qulog'imgacha unday aslajini bir og'ridida, lekin oldim. Siz o'zingiz nima deysiz shularga? Oldini olish kerak o'rindan birinchi. Andan keyin bo'lishuncha uzoq suvlar ichmay turish kerak hozircha. Agar o'rib qolsa bizga qayrilsa, o'zingiz qaraysiz-da. O'zingiz, ha? Siz medsestrami yerda qarab turibsiz? Yo'q, vrachman. Har bir banyoda o'zim qarab turamda, reaksiya berib. Har birini boshiga o'zingiz har minutda kelib turasiz. O'zim qarayman, qarab Nechidan nechigacha ishlaysiz bu yerda? 9dan 9gacha. Ertalab 9 dan kechqurun 9 gacha. O'zingiz shunday kelib qarab turasiz. Qarab turaman. Medsestraga ishonmaysiz. Akalar opalar, terapevt vrach, oilaviy kelaverasizlar, apamizni ko'ryapsizlar mana. O'zlari boshida turib mana, ertalab 9 dan 9 gacha kelsalaring, 3 mahal lechina ukollaring bo'lsa kelib mana yotib bemalol ayollarning kabineti adinna, erkaklarniki adinna, ukollaringni olib osma ukol, har xil ukollaringni olib bemalol ketishlaring mumkin. Apajon sizga sog'lik, salomatlik. Nechta farzandingiz bor? 2ta. 2ta farzand. Sizga sog'lik, salomatlik tilayman. Yuzlarga kirib yuring. Akalar opalar kelinglar. Biz nima deymiz?